Hosildorlikni ta'minlash va dehqonlar mehnatining mevasini asrab qolish zamonaviy qishloq xo'jaligining eng muhim vazifalaridan biridir. Ekinlarda paydo bo'ladigan turli zararkunanda va kasalliklar nafaqat hosil miqdorini kamaytiradi, balki dehqonlarning yillar davomida qilgan mehnati va moliyaviy imkoniyatlarini ham xavf ostiga qo'yadi. Jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi mutasaddilari tomonidan Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida o'tkazilgan dolzarb 15 kun tadbiri aynan shu masalaga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Viloyatimizda qishloq xo'jaligi ekinlarini himoya qilish bo'yicha amaliy choralarni kuchaytirish maqsadida dolzarb 15 kun tadbiri e'lon qilindi. Bu esa o'z navbatida qishloq xo'jaligida ekinlarning sog'lomligi, shuningdek tizimli nazorat va o'z vaqtida ko'rilgan profilaktika demakdir. Dolzarb 15 kunlik tadbirni oqilona va uyushqoqlik bilan o'tkazish to'g'risidagi tegishli buyruq ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda bir qator tadbirlar tashkil etilmoqda. Maqsad soha vakillarining nafaqat nazariy ma'lumotlar bazasini boyitish, balki to'g'ridan-to'g'ri amaliy ko'nikmalarni shakllantirish. Qolaversa, viloyatimiz hududlaridagi g'o'za ekin maydonlarida biologik usullarni kengroq qo'llash maqsadida agroklaster va fermer xo'jaliklari maydonlarida uchraydigan zararkunandalarga qarshi biomahsulotlarning keng qo'llanilishini kuchaytirishdan iboratdir. Bu tadbirlar Jizzax viloyati o'simliklar karantin himoyasi boshqarma boshlig'ining 29-iyul 110-sonli buyrug'i hamda o'simliklar karantin himoyasi agentligi boshlig'ining 28-iyul 133-sonli buyrug'i asosida qishloq xo'jaligidagi barcha zararkunanda kasalliklarni tarqalishini va ularni oldini olish maqsadida ko'zlangan tadbirlardan biri hisoblanadi. Bu seminarlarda tadbirkor subyektlariga hamda aholi xo'jalikdagi tomorqa yer egalariga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Darhaqiqat, tabiatda biofonni boyitish va zararli organizmlarning keng tarqalishini oldini olish maqsadida biologik kurash ishlarini rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar rejasi har bir tuman kesimida ishlab chiqilib, mas'ullar biriktirilgan. Jizzax viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi mutasaddilari ham Arnasoy tumanidagi qishloq xo'jaligi ekin maydonlarida parvarishlanayotgan g'o'zaning bugungi holati, uning qay darajada rivojlanayotganligi, hosildorlik natijalari qanday bo'lishi borasida o'rganib, shuning barobarida fermerlarga g'o'zaning to'g'ri parvarishi bo'yicha zarur tushunchalarni berib o'tdilar. Dolzarb 15 kunlikka har bir inspektorimiz o'zini hududdagi paxta maydonlarini nazorat qilib, uchraydigan zararkunanda va kasalliklarni har kun nazoratga olib turiladi. Shu 7200 ekilgan paxta maydonlarimizda hozirgi kunda zararli kasallik va zararkunanda kasalliklar uchraganlari yo'q. Hozirgi kunda paxtamizning rivoji juda ham yaxshi. Paxta maydonlarida zararli hasharotlar uchragan vaqtida oltin ko'zni har bir gektariga oldin 1000 donadan qo'yilgan bo'lsak, hozirgi kunda biz 2000-3000 donadan paxta maydonlariga tarqatildi. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi g'o'za maydonlarida turli zararkunandalarning tarqalishini oldini olib, ularga qarshi kurashishda, pirovardida mo'l hosil olib, Arnasoy tumanida hosildorlikni oshirish va dehqonlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.